Bismillahirrahmanirrahim. Tunda ayoli erini yanında yatish kerakda. Bir kun keladi, yoningizdagi yoringiz yo'q bo'lib qoladi-da. Odam topa olmaysiz yatishga yoningizda. Sochlarini silab oling, peshonasidan o'pib oling, suhbat qurib oling. Bir kun kelib yo'q bo'lib qoladi yoningizda. Yoki bo'lmasa erkaklar davri davron suryapman deb ayolini xo'rlab ko'cha-ko'yda yurganlar, 12-1-2 gacha o'ynab kulib yurganlar. Bir kun yotarman deb kelasiz, vaqti kelganda kasal bo'lib yatishga, suhbatlashishga odam topa olmay qolasizda. Kerak bo'lsa eshityapmiz, ko'ryapmiz qariyalardan 50-60 dan keyin uxlamay uyg'onib ketadi. Yonida yori yo'q. Suhbatlashadigan, hamdardlashadigan, hasrat nadomatini bir-biriga tushuntiradigan odam yo'qda. Yig'lab qaytadan yotadigan otaxon va onaxonlarimiz bor. Bir kishi aytadi-da, shuncha nevara-evaralarimni agar ayolim bo'lgan edi, hammasini quvib, hammasini haydab, yonida suhbatlashib, dardlashib, gaplashib o'tirardim deydi-da. Armon bo'lib qolmasin ertaga, armon bo'lib qolmasin. Vaqtinchalik berilgan umrda, vaqtinchalik berilgan zamonda bir-birimizni qadrlab, siylay rahim qilib, vaqtimizga, omatimizga yetib, qadrimizga yetib, xo'rlamay, bir-birimizni qo'limizni ushlashlik. Ushlaganda uzilgungacha gunohlarimizni to'kadi Alloh taolo. G'amxo'r bo'lib, bu fani dunyoda, baqiy dunyoga ketgungacha hurmat izzatda yashashlik, armonda qolmaslik hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Unutib olay dardlarimni, bitqizib olay xatlarimni, gapirib beray gaplarimni, bir soniya qol. Unutib olay dardlarimni, bitqizib olay xatlarimni, gapirib beray gaplarimni, bir soniya qol.